Shu bolam hali yosh. Shu hayotga qaytsin, shu bolamga yordam beringlar iltimos. Bu video siz rekizdan chiqdimi? Bu savobga siz ham shiriki bo'lishingiz mumkin. Balki buni Alloh xohlagandir, videoda oxirigacha ko'rib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar. Biz hozir Farg'onada xususiy klinikadamiz. Komiljon akamiz o'zimizni chempionimiz Archali. Bu akamiz hozir rasmlarini ham qo'yib ketamiz, avvalgi va hozirgi holatini. Ichida kasallik sababli hozirda shunaqangi holatga tushibdi. Akamizga hozir lecheniya o'lyapti, davolanyapti, lekin operatsiya qilib ichida o'sha yallig'langan, kasallangan ichida kesish uchun 40 million 45 million atrofida pul kerak ekan. Endi bu videoda qilishdan maqsad sizlardan yordam so'ramoqdamiz. Imkon qolmaganligi uchun bu videoda qilyapmiz. Agarda bir sotadigan bir ortiqcha narsalar va boshqa narsalar bo'lganda bu videoda bunday qilinmasdi. Imkon qolmaganligi uchun sizlarga yuzlanyapmiz. Qo'llaringdan kelgancha yordam bersalaring, Xudoolasa akamiz oyoqqa turib ketadigan bo'lsa, hali hammalaringga qaytaradi. Bu akamiz hech bunaqangi holatga tushmagan odam ekan. Lekin rahmdil, mehribon insonlar. Mana men shu bolani onasiman. Bolam 8 oydan beri shu kasallik bilan kurashmoqda. Shu operatsiya qilish kerak ekan shu bolani. Shu holatga tushdi, endi anchadan beri davolatyapmiz. Mablag'imiz ham qolmadi, to'g'risi. Ilojimiz ham qolmadi. Endi shu bolam oyoqqa turib qolsa bo'ldi, Xudo xolasa hammalaringga qaytaradi. Shu bolani oyoqqa turgizishga yordam beringlar iltimos. Alloh rozi bo'lsin sizlardan, shu iltimos shu bolaga yordam beringlar. Hurmatli hamshirlar, Allohga oson, kimdir duosi bilan, kimdir mablag'i bilan, ko'ngillaringdan chiqqani imkon qadar sizlardan ko'p so'ramaymiz. Ko'pchiligiga bu ish juda ham oson. Biz ko'pchiligimiz bundan og'ir kasallarga ham yig'ib ko'rdik, boshqa qildik. Juda ham ko'p ishlarni epladik. Bu akamiz ham Xudo xolasa oyoqqa turib ketib davolanadigan bo'lsa, chempionimiz xalqi uchun, ham qishloqlarimiz uchun foydali ishlarni qiladi. Ota-onani ko'ryapsizlar, onaning ahvolini. Hech ona zoti bola uchun bunaqa yig'lamasin. Bolaning dog'ini ko'rmasin. Shu sabab akamizga operatsiyasi uchun ko'nglaringdan chiqqan yordamlaringni qilsalaring, Xudo xolasa Alloh yo'lida savob ish bo'ladi. Pastga telefon raqamlar qo'yib qo'yamiz aloqa uchun, karta raqamlar qo'yib qo'yamiz musofirda aka-ukalar. Bu akamiz o'zimizni Archadan. To'yga ham hech qancha bo'lmagan. To'ydan keyin mana shu kasallikka chalinib yotib qolibdi. Hech qancha bo'lmadi o'zi to'yga ham. 7 oy 8 oy bo'ldi, to'g'rimi? 7 oy 8 oy bo'lyapti. Karta raqamlar qo'yib qo'yamiz, qo'llaringdan kelgancha yordamlaring qilinglar, iltimos sizlardan. O'zimizni Archadan, Komil aka.